Hurmatli akalar, hozir ko'rsatadigan mashinam 3 ta plus tarafi bor. Birinchisi yili baland, ikkinchisi probegi kam, uchinchisi narxi arzon. Kundan kunga arzon mashinalarni qo'yib boryapmiz. Mashinamizda Chevrolet Gentra 2023-yil 3-paysi Darkman Blue. Mashinamizning kraskalari top toza, probegi 25000 km. ABS diski eng full varianti. Mashinamizning holati ideal holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa tosh tegan, mayda-chuyda sarapina, chaqa-chuqalari yo'q. Kraskalari top toza. 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor. 908 mejikar pultlari bor. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman. Mashinamizning salonlari ideal holatda bo'lib turibdi. Yengidek bo'lib, sidenalari, tapetkalari, mikrofoni bor, 908 pulti bor. Oshibkalarga laminatsiyalar qilib qo'yilgan, yengidek bo'lib turibdi. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz bu mashinamizni $13 ming berib yuboramiz.